Assalomu alaykum, qarindoshlar, qanday ahvolingiz? Yaxshi bu? Agar biz to'g'ri kenimiz bilan ma'lum live ochqatib bo'lmay qoldi. Hozir men video qilib tarqatmoqchi. Assalomu alaykum, qarindoshlar, qanday ahvolingiz? Yaxshi bu? Mening ismim Tug'liq Hamid. Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Yashayotgan 12 yil bo'lib qoldi. Shvetsiya fuqarosi, Shvetsiya grajdani. Ben növbətdə bir parlamentin aldıda ata-anam üçün namayış batqan yalnız kişi namayışımdaki 3-cü günü. Benim dadam olsa Hamid Abdurrahman 1954-cü il 5-ci ayın 23 günü. Apam olsa Saadet Baldun 1956-cı il 8-ci ayın 21-ci günü doğulğan. Bunlar 2017-ci il 1-ci ayın 27-ci günü İli Oblastlık bexatarlik tarmaqları tərəfindən qanunsuz tutub atıb ketilgan. Şundaqla Bozdagi türmede terbiyeleş merkezinde 2 yıl bo'lgan. Keyin ondan keyin dadamni Kunastik türmege, apamni Bayandaydik türmege aparib etgan. Ondan keyin yepiq holatda sot ichib, apam dadamni qanunsuz 18 yil kesib etgan. Meni Xitoy hukumatiga deydiganim, Xitoy hukumati darhol ota-onamni shartsiz qo'yib berishini talab qilaman. Chunki meni apam dadamniki hech qanday gunohi yo'q. Sotniki asos mazmuniga qaragan chaqda asoslik mazmuni meniki Shvetsiyada yashaganligim, shundaqla ata-onamniki 2014 yili Turkiyaga kelganligi, men bilan ko'rishganligi tub maqsad qilingan. Xitoy hukumatiniki yo'qolgan bahona sabablar bilan ata-onamni qanunsuz turmalarga banat qilishini tezdan o'rlikka chiqarishni, normal odamdek yashashni talab qilaman. Hozir opamniki turmadagi ahvoli bo'lsa, intayin og'ir, kasalchan holatda bo'lib qolgan. Meningki bu namoyish qatnashninki 3-chi kuni. Men Xitoy hukumati uchun deymanki, men hargiz bu qadamni boshlagan ekanman, hargiz to'xtatmayman. Meningki opam dadam normal hayotga erishgicha, uyga chiqib, erkin normal odamlardek turmush kechirmaguncha men hargiz bu qadamni bo'shashmayman. Hargiz bu yo'ldan men qaytmayman. Men Shvetsiya parlamentininki hukumat tayyorlagan qonunliq musha atrofdan 6 oylik ijozatnoma oldim. Meningki 6 oylik ijozatnomam bor. Men bu ishni hargiz to'xtatmayman. Keyin qaytam ochiqqanda shunga o'xshash bir turkum shvetscha yozilgan. Shunga xuddi shunga o'xshash u yostilyotdi. Bir tushuntirishi bor, holatda chiqdi. Har qaysi qarindoshlarninki ota-onasiga vaqtida ega chiqishini umid qilaman. Men garchi kechikib qolgan bo'lsam-mu, meningki hamda har xil sabablarim, adamninki, ya tuqqanlarimninki turli besimlar orqali hozirgacha sukut qilib kelgandim. Ama bugün eti koyup vermez, bugün koyup vermez, eti koyup vermez diyen sebepler bilen 5 yıl ötüp gitti. Benim apam dadamınki 5 yıllık hayatı Xitayning qarang'u zindonlarida dapsanda holatda ötüp gitti. Ben Xitoy hukumati shuni deymanki, Xitoy hukumati mening ota-onamning hech qanday gunohi yo'q. Shartsiz qo'yib berishini talab qilaman. Aziz qarindoshlar, rahmat. Bugün ma'vu telefondan azroq chatoq chiqdimi, Facebookdan. Men hozir live açsam taz yaxshi bo'lmadi. Shundan meni video qilib Facebookga mo'chaplab, undan keyin seninki taqib hamma xayrlab qo'yishinglarni rahmat etaman. Shundaqla har qaysi qarindoshlar o'zimizniki qaldisi o'zimizda bo'lsin, boshqalar kontrol qilmasin. O'zimiz ota-onamizga o'zimiz ega chiqayli. Hargiz haqlarimizni boshqarib yoki bizga quruq imzaklarni amgizib, ati chiqdi, o'gin chiqdi degan gaplarga ishonmaylik. O'zimizga ishonaylik qarindoshlar. Hammalarga rahmat.